Onasi men ishga ketdim. To'xtang dadasi. Telefoningizni toping. Rahmat. Ha, aytgancha, kecha ukamiz telefon qilibdi. Tinchlikmi? Kayfiyati yo'q. Nima gap desam, aka, boshimga o'zgina sinov kelib qoldi. Uzoq 2 oyga bir 10 million berib turing dedi. Endi yo'q deyolmadim. Shunga hali keladi. 10 million berib yuborgan. Esingdan chiqmasin. Dadasi, bekor qilibsiz shu ishni. Nimaga? Hozir pul bersangiz o'rganib oladi. Har doim sizdan so'raydigan bo'ladi. Hozir o'zimni ham ishlarim yurishmayapti, imkoniyatim yo'q desangiz yaxshi bo'lardi. O'zimiz uchun ham yashaylik. Ha, bu kelganda o'zing tushuntirib bo'lmasam, xo'p? Bo'ldi, xavotir olmang, o'zim tushuntirib Xo'p, men ketdim. Yaxshi boring. Yaxshi keldingmi, uka? Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz, opa? Rahmat. Dadam, oyim, kelin yaxshimi? Yaxshi, hammasi zo'r. Jiyanlarim ham katta bo'lib qolgandir. Ko'rmaganimga ancha bo'lgandi. Ha, jiyanlaringiz ham ancha katta bo'lib qoldi. Opa, kecha pochchamga telefon qilgandim. Tinchlikmidi? Ha, ozgina boshimga sinovlar kelib qolib, shunga qarz so'ragandim 10 million. Uyga borsang, opang beraveradi degandi. Shunga sizga 10 million tashlab ketmadim, pochcham. Nima? Kecha ukamiz telefon qildi. Nima gap desam, aka, boshimga o'zgina sinov kelib qoldi. Uzoq 2 oyga bir 10 million berib turing dedi. Tinchlikmi, opa? Agar meni deb urushib qoladigan bo'lsalar, pul shart emas. Yo'q. Pochchang jon deb beraman degan. Men nodon qarshilik qildim. Pochchang shunaqa zo'rish qildiki, o'zimni pichog'imga o'zimni so'yib ketdi.